Bu hech qanaqa muzey emas, bu Toshkentdagi 11 million dollarlik uy. Mana bizlarni ko'rasizlar, hammasi susalniy tilla qilingan. Hattoki mana patologlargacha bitta e'tibor berib qo'yasizlar, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Pul ayashmagan. Inshaalloh yuqsin deb mana shu videoni ko'rayotgan hamma bitta like bosib, hammamizga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsa, hozir men sizlarga ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonani ham ko'rsataman. Mana oshxonaga bitta o'zingizlar baho beringlar. Kattaligini qaranglar. Yo mashalloh, bu yoqda yozgi oshxonaga chiqib ketadi. Endi shu yerdan to'g'ri mehmonxonaga o'tamiz. Mehmonxonani ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Mana qandiliga qaranglar. Mana hammasi susanli tilla. Hovli ko'ryapsizlar. Bu uyimizdan yashash maydoni 1775 kvadrat metr tashkil qiladi mana. Hattoki mamlarigacha susanli tilla. Marhamat. Mana qaranglar. Zalli necha zal meni mashqdan turib buni burchakdan turib ko'rsatyapman. Kattaligini qarasanglarchi, okalar. Mana shu videoni ko'rib turib like bosgan insonga mana shunaqa fayzli xonadonlarda ota-onasi bilan mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasa, bu videoni eng yaqin jigaringizga jo'natib qo'ying.